O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan elektrotexnika va energetika sohasida faoliyat yurituvchi davlat tashkilotlari, ishlab chiqaruvchilar hamda tadbirkorlik subyektlari ishtirokida ochiq muloqot tashkil etildi. Uchrashuvda davlatimiz rahbarining texnik jihatdan tartibga solish sohasini isloh qilishga qaratilgan farmonlari ijrosi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar, sohada tadbirkorlar uchun yaratilgan yangi imkoniyatlar va qulayliklar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Ta'kidlash kerakki, joriy yilning 1-may sanasidan boshlab standartlarning majburiyligi bekor qilinib, ularni ixtiyoriy qo'llash amaliyoti joriy etiladi. Shuningdek, xalqaro standartlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish, muvofiqlikni baholash sohasida davlat raqobatini cheklash va xavf-xatarga asoslangan nazorat tizimini joriy etish belgilangan. Но сегодня состоялась очень важная встреча. Uchrashuv juda samarali o'tdi. Sababi bugungi kunda standartlashtirishga bosqichma-bosqich o'tish elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki xalqaro standartlashtirishning joriy etilishi mahsulot sifati va xavfsizligini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish hamda mahalliy mahsulotlarning xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Ta'kidlangandek, korxonalar mazkur tizimga o'tishga tayyor. Bu esa o'z navbatida yagona va zamonaviy standartlar asosida samarali faoliyat yuritish imkonini beradi. Uchrashuv davomida texnik jihatdan tartibga solish sohasida raqamlashtirish jarayonlari, xususan texnik tartibga solish milliy axborot tizimi orqali sertifikatlashtirish, laboratoriya, metrologiya va davlat nazorati xizmatlarini elektron shaklda amalga oshirish imkoniyatlari taqdim etilishi ham aytib o'tildi. Hozirgi paytda misol uchun ko'p loyiha institutlarimiz o'zimizni mahalliy standartlar bo'yicha loyihalar ishlab chiqarayotgan bo'lsa, boshqa davlatlarda bu loyihalar o'tmaydi. Lekin agar loyiha institutlari shu xalqaro standartlarni o'rganib, shu xalqaro standartlar bo'yicha loyihalar ishlab chiqarsa, boshqa davlatlarga, misol uchun o'sha Saudiya Arabistoniga yoki Yevropa davlatlariga chiqib, o'sha yerdagi loyihalarni qilish imkoniyati ochiladi. Bu degani ishchi kuchi arzonroq bo'lishi mumkin boshqa davlatlarga nisbatan. Agar biz xalqaro standartlarni bilsak, boshqa davlatlarga chiqib bemalol raqobatlasha olamiz. O'sha yerdagi imkoniyatlarni, loyihalarni olishga imkoniyatimiz bo'ladi. Mutaxassislarning fikricha, mazkur islohotlar mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash, ichki bozorlarni sifatsiz mahsulotlardan himoya qilish, tadbirkorlar uchun keng raqobat muhitini shakllantirish hamda milliy mahsulotlarni xalqaro bozorga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.